Assalomu alaykum. Bugun biz zamonaviy energetika va fizikaning eng hayratlanarli sohalaridan biri yadro reaksiyalari haqida gaplashamiz. Materiya va energiyaning o'zaro bog'liqligi bizga qanday cheksiz imkoniyatlar ochib berishini ko'rib chiqamiz. Yadro reaksiyasi bu shunchaki kimyoviy jarayon emas, bu atom darajasidagi o'zgarishdir. Bunda atom yadrolari bir-biri bilan yoki elementar zarrachalar bilan to'qnashib, butunlay yangi turdagi yadrolarni hosil qiladi. Muhimi, bu jarayonlarda massa, energiya va elektr zaryadining saqlanishi kabi fundamental qonuniyatlar doimo amal qiladi. Yadro reaksiyalarini 4 asosiy turga bo'lishimiz mumkin. Tabiatda o'z-o'zidan sodir bo'ladigan yemirilishdan tortib inson tomonidan laboratoriyalarda hosil qilinadigan sun'iy reaksiyalargacha, shuningdek energiyaning asosiy manbalari bo'lgan og'ir yadrolarning bo'linishi va yengil yadrolarning sintezlanishini alohida ta'kidlash lozim. Keling, yadro bo'linishiga to'xtalamiz. Masalan, uran 235 yadrosiga neutron kelib urilganda yadro barqarorligini yo'qotadi va 2 yoki undan ortiq bo'lakka bo'linadi. Bu jarayonning eng hayratlanarli jihati undan chiqadigan ulkan miqdordagi issiqlik energiyasidir. Zanjirli reaksiya bu jarayonning domino effektidir. Birinchi bo'linishdan chiqqan neutronlar keyingi yadrolarning parchalashida davom etadi. Agar biz bu jarayonni nazorat qilsak, xavfsiz energiya olamiz. Nazoratdan chiqarsak, bu ulkan vayronkor kuchga ega bo'lgan yadroviy portlashga aylanadi. Radioreaktor bu zanjirli reaksiyani boshqarish uchun mo'ljallangan murakkab muhandislik qurilmasidir. Bu yerda uran yoqilg'i vazifasini o'taydi, maxsus sekinlashtirgichlar va bor yoki kadmiydan tayyorlangan stерженlar esa jarayonning xavfsizligini ta'minlaydi. Agar yadro bo'linishi bugungi kun bo'lsa, termoyadro sintezi bu insoniyatning energetik kelajagidir. Bu yengil yadrolar, masalan, vodorod izotoplari birlashib geliy hosil qiladi. Bu jarayonda radioaktiv chiqindilar deyarli bo'lmaydi va energiya chiqishi 10 barobar yuqori bo'ladi. Aslida termoyadro sintezi koinotda har soniyada sodir bo'lmoqda. Quyosh biz bilgan eng katta tabiiy reaktordir. Undagi ulkan bosim va millionlab darajali haroratlar vodorodning birlashishiga sharoit yaratadi va bu bizni hayot beruvchi issiqlik bilan ta'minlaydi. Nima uchun yadro energiyasidan voz kecha olmaymiz? Birinchidan, bu yashil energiya, chunki havoga karbonat angidrid chiqarmaydi. Ikkinchidan, uning zichligi yuqori. 1 kilogramm uran 3000 tonna ko'mir beradigan energiyani ta'minlay oladi. Albatta, har qanday texnologiya mas'uliyatni talab qiladi. Yadro sohasida asosiy masalalar bu radioaktiv chiqindilarni xavfsiz saqlash va stansiyalarning ishonchliligini ta'minlashdir. Bugungi zamonaviy texnologiyalar bu xavflarni minimal darajada tushirgan. Yadro fizikasi faqat elektr energiyasi emas, radioizotoplar yordamida bugun biz saratonni erta aniqlaymiz va davolaymiz. Sanoatda materiallar mustahkamligini tekshiramiz. Arxeologiyada esa tarixiy ashyolarning yoshini bir necha yuz yillik aniqlikda belgilaymiz. Xulosa qilib aytganda, yadro energiyasi insoniyat qo'lidagi eng kuchli vositadir. Uni faqat tinchlik va taraqqiyot yo'lida qo'llash bizning ilm-fan oldidagi burchimizdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutaman.